LG firmasini luxury modellarini ko'rsatishda davom etamiz. Niyat qilganlar bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ushbu kir mashinamizda 2025-yilda Xitoyda ishlab chiqarilgan high-tech dizaynga ega, ranglari tim qop-qora bo'ladi, 2 qavat oynali bo'ladi. 20 kilo kiyimingizni yuvadi, 10 kilo kiyimni 100% quritib beradi. O'zi 12 kilolik kirish mashinasini ham barabani juda ham katta bo'ladi. Endi menga undan ham katta baraban kerak deydigan bo'lsanglar, mana buni barabanni ko'rsanglar bo'ladi. Bunga xohlagan turdagi adyol, xohlagan turdagi plastinalarni bemalol yuvsanglar bo'ladi. Biz bunaqa kir mashinalarni asosan himchiska yoki mehmonxonalarga maslahat beramiz. Buni nima xususiyati bor deydigan bo'lsanglar, kir mashinada taroz funksiyasi qo'shilgan bo'ladi. Tashagan kiyimlarga qarab turib o'zi suv tortadi, o'shanga yarasha energiya rasxod qiladi, o'shanga yarasha vaqt belgilaydi. Eshiklari aqua stop bo'ladi. Xohlagan paytingizda kiyim bemalol qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Yana bitta zo'r jihati, kir mashinaning o'zi katta bo'lsa ham, inverter motorli bo'lgani hisobiga to'klarni juda ham ekonom rasxod qiladi. Xo'p, katta kiyimlarni dazmol qilish juda ham qiyin bo'lgani hisobiga o'zida dazmol funksiyalari qo'shilgan bo'ladi. Bunda kiyimlarni imkon darajasida g'ijim qilmasdan chiqarib beradi. Obuna bo'lish bo'lmaslik bu sizning qaroringiz. Qaysi holatda bo'lsa ham biz sizlar bilan birgamiz. Shahar ichida dastavkasi bilan ushbu mahsulotimizni $1280 yetkazib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib zakaz ko'rsanglar bo'ladi.